Mana bunga qaranglar, Lokomotiv chempion bo'lib tugatgan, Nasaf ikkinchi o'rinni olgan mavsum. Buni nima uchun gapiryapman? Nasaf doim mana shu tepalarda yurgan, lekin hech qachon chempionlik uchun asosiy da'vogar bo'lmagan, chunki tarkibi tortmagan. Ana unda portugaliyalik murabbiylar shtabini olib keldik Ortiqxo'jayev Paxtakorga. O'shanda gapirdida, so'radi tanishtiruv paytida, Nasaf Ro'ziqulberdiyev necha yildan beri boshqarib kelyapti deb. Men aytdim o'shanda, aniq sonni aytdim, hozir esimda yo'q. 8 yilmi, 11 yildan berimi dedim. Ana ko'rdinglarmi, ana shuncha yil ichida Berdiyev endi bir marta chempion qildi, yo'q dedi. Endi o'sha paytdagi Nasaf bilan nima desam bo'ladi, 8 yil bu chempion qila olmadi degan gap bir-biriga to'g'ri kelmaydi, chunki Nasafda hech qachon chempion qilish degan talab qo'yilmagan, shunga munosib sostav bo'lmagan, lekin shunaqa bo'lsa ham tepada olib yurganda Berdiyev. O'shaning uchun noto'g'ri gapirib qo'yganda Ortiqxo'jayev, bizda o'sha gapda futbolni tushunmaydigan rahbarlar juda ko'p tepada o'tirishibdi-da. O'shanda men aytdim, bu Ortiqxo'jayev Paxtakorda ekan, mana shu Paxtakor anaqalariga aralashar ekan, bu komanda chempion bo'lishi qiyin deb aytgandim-da. O'sha yerda ozgina meni ko'pchilik yoqtirmay qoluvdi. U ham aytdi, penalti Narzulla Sa'dullayev bor, chempionat Aziyani muharriri. O'sha payt Lokomotiv ayniqsa quyi ligaga tushib ketganda Ortiqxo'jayev aytdi, Toshkentda yana bir komandasini ko'rdinglar, Lokomotiv chiqib ketdi, yo'q deganda, penalti Narzulla Sa'dullayev aytdi, menga tegishtirib, hozir yana bittasi bu xonadan chiqib ketadi deb. Mana aytdi, o'shanda tartibga rioya qilmasdan bezbetlarcha rosa ko'p savol berib, hammani boshini og'ritib yubordim-da.